Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun 11-iyul 2026-yil sizlar uchun yangi kelgan bo'sh ish o'rinlarini havola qilib o'tamiz. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Qisqa videolarimizni Instagramda Karimboy Soburov kanalimizda chiqaramiz. Kommentariyada Telegram kanalimizni silkasini joylab o'taman. Qani boshladik bugungi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Toshkent shahrida ish bor. Trikotaj ishlab chiqarish, koja dermantinga, malakali professional maxsus kiyimlar, ya'ni spesodija tikib biladiganlar, bichuvchilar, overlockchilar, rashma, dazmollovchi, zagotovchik, tikuvchi erkak va ayollar va qadoqlovchilarni ishga taklif qilamiz. Yoshi 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lishi kerak. Oylik maoshi 5 million so'mdan 15 million so'mgacha beriladi. Yaxshi chevarlarga oldindan pul to'lanadi. 3 mahal issiq ovqat va yotoqxona bizning hisobimizdan. Murojaat uchun telefonlar 99 895 872 30 10, 99 898 772 30 10, 99 898 770 30 10. Manzil Toshkent shahri, Sergeli tumani. Burchatka sexida yigitlar uchun ish bor. Urganch shahrida joylashgan burchatka ishlab chiqarish sexiga yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 4 million so'mdan boshlanadi. Murojaat uchun telefon 99 891 917 0001. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal Baby Med klinikasi orqa tomonida joylashgan. Bu burchatka sexida granit, burchatka, shlaka bloklar ham ishlab chiqariladi. Urganch shahridagi fast food Street Dog'ga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishga taklif qilamiz. Oshpazlar kerak bo'ladi. Yigitlar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi lozim. Shuningdek, fast foodni yaxshi tushunadigan, biladiganlarni ham, ishiga mas'uliyatli bo'lgan yigitlarni ham ishga taklif qilamiz. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal Al-Xorazmiy ko'chasi 71-uy. Murojaat uchun telefon 99 888 299 58 08. Forma kiyimlar ishxona hisobidan beriladi. Ish soati 12 soat bo'lib, ya'ni 2 smenali bo'ladi. Xohlasangiz kunduzgi smenada ishlashingiz mumkin, xohlasangiz kechqurungi smenada. Oylik maoshi boshlanishiga 4 million so'mdan 6 million so'mgacha beriladi. Yigitlarga ish bor. Urganch shahridagi vulkanizatsiyaga yigitlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti soat 9:00 dan 19:00 gacha. Oylik maoshi kelishilgan holda bo'ladi. Ish tajribasidan kelib chiqqan holda oylik maoshi belgilanadi. Murojaat uchun telefon 99 899 102 6900. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal Xonqa ko'chasi, jarima maydonchasi yonida joylashgan. Urganch shahridagi yangi ochilgan Tatli Doner restoraniga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishga taklif qilamiz. Malakali oshpaz, malakali gamburgerchi, malakali somsachi, malakali osh pishirib biladigan oshpazlar, shuningdek SMMchik, hostes, ofisiant yigit-qizlarni ham ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 890 090 32 32, 99 893 747 75 71. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal Dunyo to'yxonasi ro'parasida joylashgan. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan yangi bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Like, podpisatsiya kutib qolamiz. Qisqa videolarimiz Instagramda Karimboy Soburov kanalimizda chiqarib boryapmiz. Undan tashqari kommentariyada bo'sh ish o'rinlari kanalimiz silkasini joylab qo'yaman. Telegramda yangi bo'sh ish o'rinlari birinchilardan bo'lib chiqariladi.